Salom do'stlar, men bir aylanib Toshkent shahriga bordim. Shunchaki ko'rib chiqaylik dedim. Voy, biz Duxidagi narxni ko'rib hayron qoldik. Ha, xushbo'y, lekin narxi juda ham qimmat. Bir qarashda ko'ngilni qoldirmaydi. Hidi juda ham ajoyib. Shunda o'ylanib, nega odamlar shunchaki qimmatga pul to'lashlari kerak? Mana shu sababli bizning mebellarimizni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Biz har bir buyumni o'zimiz borib tekshiramiz. Materiali mustahkammi, ranglari chiroylimi, qulaymi, hammasini sinaymiz va sizga ochiq aytamiz. Biz Duxidagi qimmat narxni ko'rib taqqoslab kelganimizdan so'ng shuni aytishimiz mumkinki, undan ko'ra bizning mebellarimiz yaxshi. Narxi ham, sifati ham eng yuqori darajada. Mana shunday mebellar kimga kerak bo'lsa, shu nomerlarga aloqaga chiqib, bizga zakazlarni yozdirishingiz mumkin. Bizda siz xohlagan stilda, siz xohlagan materialda tayyorlab beriladi.